Bu videoni toqatingiz yetsa ko'rishingizni maslahat beramiz. Rasul, tuzuksan? O'zi uy egalarini ko'rsatmasdik. Nima deb ta'riflashni, nima deb gapirishni bilmadim. Biz Urgutdamiz, o'sha 150 metr joydan suv chiqarish kerak ekan bu yerda. Shu xonadonga keldik. Holatni ko'rdik, ta'riflab bera olmayman. Holat videoni ko'ryapsizlar o'zingizlar. Bu xonadonga hozir nima kerak ekan? O'sha bolamizni cho'miltirishga hammom, tualet. Bola 92-yil ekan. 90. Mayli shu bolalarni tashlamaganlariga shu ona o'zi oilaviy holat shu ekan. Shu bolaga arava kerak ekan, kalasiga arava. Keyin bu yerda o'sha hammom, tualet bitishiga, plastikani sim, svet, stech qiladigan joylarimiz bor ekan, daraza. O'sha xuddi oldingi gapimizda kim nimasini bera olsa, mana shu ozgina bo'lsa ham quvonch ulashardik. Даже bular dehqonchilik qilishar ekan mana shu holatda mana uzum yetishtirib, uzumdan magis qilib, anta molam bor, mol hol o'zigina kam ko'stim bor oilada hisoblashmas ekan. O'sha ko'rdinglar o'sha arovga suv olib, o'sha yerdan suv ichadigan arvani ham ko'rdinglar, o'zinglar holatda. Menga qo'ldan kelgancha bu holatda ham baxtli qilishga harakat qilamiz. Rahmat.